Yoz kelyapti. Rosa cho'miladigan mavsum. Oqa va suv bor, bassenda suv bor. Qaysi bir bola uchun xavfsizroq? Xo'p, bizni hududlar uchun o'zi aslida o'zimiz to'g'ri oqa va suvda ham basseynda ham cho'milib katta bo'lganmiz. Lekin hozirgi hududda bakterialniy mikroflora juda ko'payib ketdi. Atrof muhitda, ayniqsa oqa va suvlarda suvlarga chiqindi tashlash juda avjiga olgan. Bizni yoshligimizdagi ekologik muhitlar, atmosfera bosimi, ultrabinafsha nurlari, bu suvning tarkibida ham hozirgida juda katta farq qiladi-da. Biz yoshligimizda o'sha oqa va suvlarda qo'pol qulaylik askashlar aytadi. Bag'dan molni tashlab yuborardi, bag'dan bizni tashlab yuborardi deydi. Biz shunaqa suvlarda cho'milib katta bo'lganmiz, lekin farzandlarimiz hozir shunaqa suvga cho'milib katta bo'lsa, cho'milib kelsa kech paytga borib badaniga toshma toshib ketadi. Yoki o'sha suvlarni ichgan bo'lsa diareya bo'ladi, har xil infeksiyalar yuqtirib oladi, isitmali holat, qayt qilish, immun tizimida tushish holatlari, og'ir xavfli yuqumli kasalliklar, teri tanosil kasalliklarni yuqtirish holatlari juda ko'p uchrayapti. Hozirgi kunda oqa va suv ham yoki sifatsiz basseynlardan tavsiya qilinmaydi. Basseynga borish kerak. Oqa va suvdan ko'ra basseynga borishni tavsiya qilaman. U ham ochiq havoda bo'lmagan basseyn, quyosh nuri tik tushadigan joydagi basseyn emas. Basseynga tushishdan oldin albatta o'sha sterillikka, sanitariya gigiyena qoidalariga amal qiladigan maxsus suv havzalari, ya'ni o'sha basseynlar albatta basseynga kirishdan oldin maxsus o'sha gigiyenik vositalar bilan avval dush qabul qilinadi, keyin basseynga tushiladi. Basseyndan chiqqandan keyin yana o'sha gigiyenik vositalar bilan dush qabul qilish kerak. Xuddi shunaqa holatdagi basseyn bo'lsa, mayli cho'milishga ruxsat beramiz bolalarga. Bu ham o'sha 15-16 yosh, mayli 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga shuni. Endi kattalarda immun tizimi yuqori bo'ladi. Endi ular deyarli basseynga borganda hozir ishli odamlar vaqti bo'lmaydi. Zo'rg'a dushga kirgan vaqti bo'lyapti. Uy sharoitida ishdan ortanmasdan. Endi qolgan bolalar, misol sog'lomlik darajasi uchun, misol biz yoshligimizda prosta cho'milgani borardik. Endi hozir bolalarga tavsiyamiz prosta cho'milgani emas, albatta suv sporti bilan shug'ullanish uchun basseynga borishsa yoki ota-onasi farzandini o'sha bo'sh vaqtini suv sporti bilan shug'ullanishga maxsus 1 soat yoki soat, haftada 2 kun yoki 3 kun yetib ortadi. Shuni tashkillashtirib bersa, shu bola uchun ham foydali bo'ladi, ham gigiyenik jihatdan yaxshi, bolaga hech qanday yuqumli kasalliklar yuqmaydi. Ham bolaning jismoniy rivojlanishida, qad-qomati shakllanishida, immun tizimi shakllanishida, turli xil yuqumli kasalliklar yoki surunkali kasalliklarda bolada tabiiy immunitet, mustahkam immunitet shakllanishida ancha yordam beradi.